Şu görüp duran joyingiz, ya'ni turar joyimiz sotilarkan, manzilimiz Yangiyo'l tumani kommuna elinde. Joyimiz 120 kvadrat bo'ladi, pishgan kirishdan bo'ladi. Üstü plitadan basılgan bo'ladi. Polnosti ikkinchi etajdan o'rib bilasiz. O'zi pandemiyadan shuna maqsad qurilgan ekan. Joyimiz görüp duranız indaves polnosti bitirib beradilar. Eldinda 15 metr joy bor. Banamız giper, bakça, stomatologiya, maktab, idora dedi. Xullas qishloqni markazida joylashgan bo'ladi. Keling. Joyimizda suvet, gaz, vodoprovod, suv, Wi-Fi'dan problemi yo'q, dokumentdan problemi yo'q. Gireverishimiz yine dalan bo'ladi. O'ng yanimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. Zalimiz ham keng mo'l, 6ga 3,5 bo'ladi. Va yana bir gireverishimiz yine koridor bilan görülenizdi keyin birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, banda yana uchinchi xonamiz joylashgan bo'ladi. Xonalarimiz 3,4 razmeri görülenizdi. Banamız ham yine 3,4. Bunda yine bani uchun joy, ibende bo'lsa kuni uchun joy bo'ladi. Shunda bani bilan kuni ko'rsatsa 6 xona bo'ladi. Görülenizdi. Patologlarni yine plastikka tik qo'yibdilar. Buni xalamasangizlar shu pulning ichidan natijni qilib beradilar. Ataplarni ham zamonaviy yine o'tgan. Görülenizdi. Endi devorni bo'lib turib, ulli bir dukasingizlar ham bo'ladi. O'zi shuna moslab plitalar qo'yilgan ekan. Puluna keladigan bo'lsak 280 million bo'ladi. Ustunda shtir, og'zina keladigan yeri bor ekan. Markazda joylashgan, biznes uchun ham, yashash uchun ham juda qulay.